Azizlar, mana ko'rib turganingizdek Beshkekda yog'ayotgan qorga e'tibor berib qo'yamiz. Ertalabda soat 9. 2026-yil 23-yanvar sanasida turibmiz do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek mashinalarda qor normalligini bosib qo'ygan. Mana aholi yashash joylari tomlaram oppoq qor bilan burkangan. Bu taraflar mana onaga tashka. Pятиэтажkalarda, ya'ni 5 etajli eski domlar. Mana qor do'stlar. Mashinalar shunday yopib qo'ygan qor. Ko'rib turganingizdek. Bunday sovuqlarda o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, qalin kiyinib. Mana simga o'tirib olgan, sim yog'ochdagi kabelga o'tirib olgan qarg'alarga e'tibor berib qo'yasizlar do'stlar. Qora qarg'alar to'lib o'tirishibdi hammasi. Do'stlar, qora qarg'alar ko'p do'stlar, tepada o'tirib hammasi. Mana yo'limizda ham bor ekan mana bu yerda. Ya'ni musorka bor bu yerda, musorkaga kelganimiz kerak. Och qolgan qarg'alar.